Hamma odamning bir hikoyasi bo'ladi. Xuddi Devar filmidagi Amitabh Bachchanga o'xshash meningmi bir hikoyam bor. Biroq ikkimizning hikoyasida cho'ng o'xshamaslik bor. Eng cho'ng o'xshamaslik bo'lsa, men hargiz menga tashlab bergan pulni olmayman. Biroq men nima degan bilan qadimiy jiratlik. Men qadimiy jiratning Rajkotda tug'ilgan. Dadam bo'lsa savdogar. Opam doim mening bexatarligimdan ansiraydi. Şunun bilan men kekala bilan to'y qildim. Mening bütün kuchim bilan kekalani cho'lponga aylantirdim. Biroq mag'lub bo'ldi. Undaq bo'lishi mumkin emas ekan. Farzand bo'lsa qadimiy jiratliklarning hayoti. Oila inoqlikning simvoli. Biz nayt tezla 5 jonliq oilaga aylandik. Biroq bizning oralla bir yurish uyimiz bo'lg'achqa nayt amalsizlik bilan bu oiladan ayrilib Kuala Lumpurga bordik. Biz deganim Kekala, Jigar va men. Biz Potalandiyada uy tutdik ham savdimizni boshlab oldik. Pater do'koni. Ular mening eng yaxshi do'stlarim, Virji va Nasar. Biz qadimiy jiratliklarning yana bir aloydiligi uy atrofida cho'qim bir ibodatxona bo'lishi kerak. Kekala u yerga berish bilan oldirash. Men bo'lsam do'konga qarashga mas'ul. Bollywood mening eng yaxshi ko'rdiganim. Madubaladan Maduriygacha har bir ayol cho'lponning qalbimda alayda o'rni bor. Men o'zimni tunishtirishni unutib qoldim. Kechiringlar. Men Polivin Pier. Bibi. Sizlarning cho'qim nima uchun shuncha tayin yo'q hikoyani aytadiganimni bilginglar bor. Chunki dunyodagi har bir hikoya bir-biriga o'xshamaydi. Mening hikoyamdagi o'xshamaslik bo'lsa, bir qiz. Uning ismi Shanaya. भीगाए बदन तेरा पानी में आग लगाए बेबी यू जस्ट लाइक अ फिश किसी के हाथ ना आए वाटर से खेलती हो मजे तुम लेती हो हमें ना देती हो जो मांगू टेल मी व्हाई हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट आजा साथ लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट आजा साथ लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट and just do that पानी वाला dance and just do that पानी वाला dance आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस and just do that पानी वाला dance स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो feel the liver तेरा
wala dance, baby. Weak in the knees, so baby please. ये नीली नीली आंखें सागर के जैसे मोती, फूल से बाहर ना आना, नजर न लग जाए तुम्हें होती। ये नीली नीली आंखें सागर के जैसे मोती, फूल से बाहर ना आना, नजर न लग जाए तुम्हें होती। चिकनी कमर तू देखे why not, चल मेरे साथ लगा ले baby दो tequila shot। चिकनी कमर तू देखे why not, चल मेरे साथ लगा ले baby दो tequila shot। And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance। And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance। आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस। And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance। वो गई जापान तुझको जरा खबर ना, तेरी बॉडी करती शाइन जैसे मिड डे समर का। वेट करूं मैं तेरी कह गए बात सयाने, ये हमेशा होता मीठा पल बेबी। सबर का छई छपा छे छपा के छे, पानियों में छिटे उड़ाती हुई लड़की। रात पसंद मुझे मम्मी कसम, लड़कियां तेरी उम्र की हॉट समरना, तुझे खबर मैं तेरा लबर, मुझे तेरी फिक्र हो गया मैं फुल पावला जब से तुझसे आके लड़की। बेबी ऐसी बला मैं वैसे तो हाथ न आऊं, पर तेरी बातों पे मैं धीरे से फिसलती जाऊं। कर ले सब्र you silly boy, कोई तो रीजन है मैं तुझसे मिली boy। थोड़ा कर ले सब्र you silly boy, कोई तो रीजन है मैं तुझसे मिली boy। And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance। And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance। आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस। And just do that, do that, do that, do that पानी वाला dance। स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, नमकीन हो गई हो। स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, नमकीन हो गई हो। Hey brother, nemiga qaravyapsan? Yo'q, men shu faqat o'zirlayapman. Hey. Qani qara. Boya ikki go'zal parini ko'rdim. Hey, Parining o'zgan bu. Hey, sen bilamsan, Hindiya qizlari butunlay o'zgacha, go'zalligi odamni ozdirib yetadi. Chunki sen o'rinla uningga berilib ketding, ha? Mening bu yo'lga ketib qolg'im yo'q. Chunki men faqat ayolimni so'yman, ha? Ha, sana desam-ku, qara, men sening ayolingni yaxshi ko'raman. Chaq. O'zingni besib ol, ha. Bu uning koni odati. U faqat boshqalarning ayolini yaxshi ko'rdi. Shunga men to'y qilmayman, ha? Boshqalarning ayolini yaxshi ko'rgachga to'y qilolmayman. Agar sen to'y qilsang, so'ygi deganlar yer osti suv yo'liga eqib ketgan bo'ladi. Sen bezorlikdan o'lib qolasan. Bebi, agar men bu gaplarni ayolingga deb qo'ysam, ayolingning seni urib o'ldirayotmaganini bir ko'ray. Nemishqa? Sen o'zingning klubiga a'zo yig'ayotamsan. Klub dedingmi? Sen texi bilmemsen? Bir öz ayol tertiden tayak toxmaq yeydigan klub. Ayolin seni kunda uradigan o'xshamamda, ha? Yo'q, doim emas. Chunki men oldingi oyda katibimga mashina haydashni o'rgatgandim emasmi? To'xta. Boshqalarga mashina haydashni o'rgatish qonunga xilof emas. Men tushundiray. U katibga mashina haydashni mundaq o'rgatgan. U ishxonadagi o'rindiqda o'ltirib, katibini o'zining tizida o'ltirg'izib, to'xtamay signal bosgan. Dal shundaq. Mashina haydashni o'rgatayotganda ayoli kirib kelib, naq maydonda tutilib qolgan. Shuningdan keyin ayoli uning mashinasini mashina skilatiga akirib qo'yib, uning mashina haydashini cheklab o'tgan. Kulma, bebe. Kulma. Sen hamon bir kuni isbot bilan tutilsan. Sening ta'tirsana bosqichingmi bugundan boshlandi. Mumkin emas. Mening ayolimning undaq ishlag'i vaqti yo'q. To'xta, bebe.
ayolingning vaqti yo'qligini sen azaldan menga demagan. Ahmoq, mening ayolimning meni boshquradigan vaqti yo'q deydi, boshqurg'ili. U nima ish qilib aldirash? O tilak tilash bilan aldirash. Teşekkür efendim. Nəhayət yaxşı kilanga. Yaxşı turdunuzmu? Yaman emas. Oy, mening yulduzimni ko'rib baqdingizmi? Ko'rdim. Hamma ishlar yaxshimi ekan? Hamma ishlar yaxshi, biroq bir masala bor Patir xonim. Nima? Bir ayolning masalasi. Bir ayol. To'g'ri. Haqiqatan to'g'ri. Samsiya. Kim? Mening xizmatkorim uy tozaydigan. O ishga tushib 2 kun ishlabla, yana 3 kun ruxsat so'rdi. Meni 15 yil teriktirib atdi. Sizning xizmatkoringiz emas. Emas kim? Biri sizga tahdid deb kelyapti. Nima? Bir qiz bola sizning turmushingizga kirmoqchi. U sizning gelingizdan tamoq o'tmigidek qilib etdi. Tinch turmushinglarni qalaymiqan qilib etdi. Tinch turmushimni qalaymiqan qilib etdi. To'g'ri? Jidal chiqaramda? Albatta. Urushamda? Urushido? Emas kimligini bildim. Kim? Jigar. Ha? Jigar mening o'g'lim. Ha. Uning ayoli. Ayoli? Jigar alburun cho'ng bo'ldi. Shundaqmi? Qachon cho'ng bo'ldi? Bir qoidadan balaning cho'ng bo'lgan bo'lmaligini bayqab olg'ili bo'ladi. 7 yoshlik bir balaning o'jirsini tozlaganda o'jirning ichidan najviy rasmli kitob bayqaysiz. 15 yoshlik o'g'lingizning o'jirsini tozlaganda o'jirsini tantarbiyaga munosabatli jurnallarni bayqaysiz. Agar men yakshanba kuni ko'rgan narsani bayqab qolsangiz, onun cho'ng bo'lganligini bera olasiz. Siz qanday narsa bayqadingiz? Quruq so'lab tayzoda. Qo'rqib ketdingizmi? Men pat arada qaynoni bo'laman. Shundaq. Lekin bu avorchilik sizning turmushingizga nihoyat tezlik kirdi. Bu ayol beshingizni nihoyat og'irtdi. Menda bir hal qilish chorasi bor. Navoda siz bilishni xohlasangiz, men sizga deb bersam bo'ladi. Qancha pul bersam bo'ladi? Menga bak yaxshi muomala qilasiz, Patir xonim. Yo'q. Jigar! O'yinni tozalab qo'ygan odam yo'qmi? Ha? Jigar! Jigar! O kapakvaş. Ben sana kançı ketim dedim. Gitar çalma. Berip soğudumuzu karışıp edip. Sen neymiş fakat almaysan? Saran buldun mu? Özgür. Dadan mı şundak yap kalam sen? Avazını nimançı yukarı kılsan? Bunu neyna aran anlayalaydı. Neyna? O kayada. Hey, o dört. İsmi de işki na kelgen kızlardan yiroq turgan, ha? Qara. Nayna, Nayna. Dada, ismi bilan ne munosabati bor? U faqat bir do'stim. Hem qo'shni emas. Undaq bo'lsa, uni mening so'zish ko'lchikim kirgizma. O o'zining uylik ko'lchak kuchisi bo'lmadi ekan. Agar mening uyimdagi ko'lchakni yuyunmoqchi bo'lsa, opangga o'xshash yuyunsi bo'lmadi. Ha? Opam yuyinsimi kiyim kiyib yuyunadi. Qarg'ina unga. Dada, bu degan bir erkin davlat. Her bir davlatdagi ayollarning hammasi avorchilik, ha? Tushundingmi? Voy beshim, sen qachonmi gap anglaydigan bo'lasan? Voy jon. Sen texim o resim cihazlarını do'konga olib etmedingmi? Agar opang ko'rib qoladigan bo'lsa, meni tirik turg'izib ko'mib Dada, bak sezgur bo'lib ketding. Naqshonlig'ini? Sezgur? Nima ish bo'ldi? Kekalaning muzikasi? Bu oila menga nisbatan bir o'nkirgili o'xshaydi. Kekala. Ha? Kekala.
nima ish qilyapsiz? Bu naqshlar sizni arishga chiqaramdi ekan, ha? Agar siz kallangizdan ketib qolgan bo'lsangiz, men sizga doktor chaqirib beray, bo'lamda? Bilaman. Siz meni kallamdan ketkizib doktorxonaga yotqizib qo'ysangiz, ondan o'zingiz qilg'ingiz kelgan ishni qila olasiz, shundaqmi? Qilg'ingiz kelgan ish? 26 yildan buyon men faqat bir qatimla qilg'im kelgan ishni qilib boqdim. Faqat bir qatimla uning natijasi hozir ustida o'tirib gitar chelayotdi. Siz kunda bu muzikalarni qo'yib olsangiz, bizni hamon bir kuni haq shikoyat qiladi. Shuning bilan biz ko'chib ketishga majbur bo'lamiz. Tushundingizmi, ha? Hay, Polvinter, men Masaninaning patrondan bizni ko'chirib o'tishi mumkin emas. Nima degan bilan? Bu degan bir erkin davlat. Voh. Apsi balasiga o'xshashlar. Bu bir erkin davlatdan, ha? Erkinlik faqat ishkinglarninglar. Men azaldan erkinlik his qilib boqmadim. Bo'ldi, qaqshimang. Anglab turing. Bugun kech ibodatxonada jarba muzikasi qo'yildi. Keling, Polvin, biz jarba mashq qilaylik. Bir kecha jarba usul o'ynaymiz. Men sizga ana yaxshi ko'radigan kiyimlaringizni tayyorlab qo'ydim. Sizning televizorga chiqqingiz bashundaqmi? Jarba usuli kekala o'rindaydi. Suyimligim, mening jarja usuli o'ynag'im yo'q. 1985-yili men bir qatim o'ynab baqqan, faqat bir qatimla. Elimi esimda, shu vaqtda qursog'imga urib o'tganlikdan hozirgacha har kuni attigini oshqoznim og'riydi. Qiyinchiligimni qat'iy bilmaysiz. Siz meni askartingiz, Polvin. Bilamsiz, pat yaqinda bir ayol bizning oilamizga kiradi. Kim ayol? Kim ayol? Jigarning ayoldan boshqa yana kim bo'ladi? Men uningga bir kelinchak akirib bermsam bo'lmadi. Men nahayt yaxshi patir. Nahayt yaxshi. Shundaqo? Shundaq. Siz nahayt qaldingiz. Shamsin so'rab beqing. Men nahayt asonli qanoatliman. Men azaldan hech narsa talab qilib baxmadim. Mening faqat kichkina bir orzuyim bor. Mening kelinim chuqum qadimiy jiratli qiz bo'lsa bo'ladi. Eng yaxshisi biz bilan bir yurtlik bo'lsa, chiroyli tarbiya ko'rgan, o'qigan, e'tiqodliq, yana yaxshi oilaning qizi bo'lishi kerak. Undan boshqa qadimiy jiratning taomlarini etalaydigan bo'lishi lozim. Qag'allarni men aldırmay öğütü olaman. Siz mi bilisiz? Hazır yaşlar. Geçirim. Nemege külüsiz? Cigar bir kızın qo'lishi tutdi mi ya? To'g'ri. İsmi Nayna. Qara, u keldi. Cigar. Kela o'g'lim. Tatlı turumlardan yegina. Nayna hazıraq edi olay. Nima? Cigar, bu nima? Bu mening emas, dadamning. Bu mening emas, kekala. Do'konga olib yetadigan narsalar. Polvin, agar siz mushu nomusiz plastinkalarni sotsangiz, uning zoti qanday qimmat qarshini o'rgatmaysiz. Bu degan soda, faqat soda xolos. Ish qilib u azaldan mening gapimni anglamaydi. Faqat anglamaydi. Yegina o'g'lim, yegina. Angla, bu narsalarni Murjadisga olib uningga deb qo'y. Men hozirli borman. Hozirman men. Opamning oldida to'liq qahramonga o'xshamanmi, ha? Menga tez. Teşkimi amma? Yaxshi turdingizmi? Nayt yaxshi qo'zam. Qari kiyim? Biroq siz bekla oz kiyyapsiz. Opa. Kechiring, yaxshi o'ynab kelinglar. Xo'sh. Mayli Nayna. Xo'sh. Pati, atigan nashliqni to'yga chiymaganmidingiz? Yuring, men sizga bolka bilan purchoq o'yitimiz qilib beray. Bo'ldi. Siz bilmaysiz. Mening yegim yo'q. Siz bo'yig'i yetgan bir qizni tanimsiz, ha?
Tanıyman? Ko'p-ku. Biroq siz tursangiz, men qandaqsiga ikkinchi qatim o'yinaman, ha? Men jigar uchun izlayapman. Meni qandaq qilsin deysiz? Qandaq qilg'ingiz bo'lsa, shu bo'yicha bo'lsa, meni yolg'iz aram og'il qo'ysangiz bo'ldi. Ma'qul. Oxiri faqat ikkimiz qoldik. Biz berib yo'ynayli. Ma'qul mana. Ajab bezor qildi. Kechiring. Bugun kash faqat ikkimiz va viskila bo'lishiga va'da beraman. Xayrliklar jigar. Xayrliklar. Hozir ishmayman. Ochiq malika, nayt tannas. Dadamning eng yaxshi ko'rdigini. Ha, beraman. Qandoq bilasiz? Tayyorlanib bo'ldingizmi, jigar? Ha? Saram bo'ldimi nima bu ablah? Bu Pandoraning qutisiga o'xshaydi-ku. Lekin bular nimishqa men ko'zsiz? Amaliyotda men sizning yordamingizga muhtoj. Siz muzik ishlayotsiz emasmi? Men muzikani bekli yaxshi ko'raman. Agar sizga bir dumboq chaladigan odam lozim bo'lsa, meni o'ylash baxsangiz demoqchi edim. Men dumboqni intayin yaxshi chalaman, rostla yaxshi chalaman. Agar siz qadar yaxshi chalsangiz, bu do'konda nima ish qilasiz? Oilam sababidan men har oyda opamga pul solsam bo'lmaydi. Bo'ladi. Mening atratim kirsangiz bo'ladi. Billa muzik ishlaymiz. Rostmi? Albatta. Rahmat apandi. Sizni hargiz umidlantirmayman. Ma'qul. O'lgur qarang, darhol mening tez bo'ling, tez. Kashta yana kelaman, ha? Hey, qapaqoch. Nagmandam. Hey, dada. Jigar, siz nima ish qilganingizga demaysiz? Deyman. Qachon? Men bir gigant cho'lponga aylangan vaqtimda hamma odamga deyman. Akamchi, sizni yoqtirmaydi ekan. Hatto muzikalaringiznimi? Shundaqmi? Ha? U meni bakli cho'ng ko'ryapti. Uning meni yoqtirmasligi men uchun baribir. Jigar, opangiz nimishqa meni yaxshi ko'rmas bo'lib qoldi? U sizni yaxshi ko'rdi. Men uningga aytdim. Qachon? Oz qoldi. Bo'lmaydi. Hozirdan. Sizga nima bo'ldi? Boshqalar sizni chaqchaq qilyotdi deb qaraydi ekan. Ya qadrliga men sizni so'yman. Agar meni so'ysangiz, men bilan to'y qilishga tayyorligingiz bormi? To'y qilishga? Mening sizga yopiq bo'g'im, balliq bo'g'im bor. Lekin hozirla demadim. Lekin Rambo sizning astoydil ishkanligingizni, to'y qilmoqchi ishkanligingizni bilsa, balkim Nima? Rambo? Rambo bu yerda ekan. Siz uni bilan paranglashing. Men unga gap qilmayman. Uning bilan kim paranglashadi? Keyin? Hamma ishni keyin demsiz? Biroq Hamma siz meni keyinizdan, ha? Nayna, Nayna. Nayna to'xta. Nayna. Hay, sen. Nimaga ranjib qolding? Jigarning quruq va'dalari yana texi Rambo bilan texcha aplashib qolmayotdi. Chidag'uchiligim qolmadi. Amsa, uni yaxshi ko'ramsan? Uni albatta yaxshi ko'raman. Biroq ishkilimizning oilasida cho'ng avarchilik bor. Men qanday qilaman? Sen nemish qayildikilarning masalasini o'ylaysan. O'zlari yaxshi ko'rishgandikin bo'ldi emasmi? Oila bu nasiyati. Men aralashqanlik Hindistonlik. Biz oilamizni qadrlaymiz. Undaqda
Jigar qandaqroq? Jigar bek yaxshi. Neyna? न जाने क्या है तुमसे वास्ता चेहरा तेरा ये निगाहों पे छाया मैं चल दिया हूँ तेरे पीछे बन के साया पाकीज़गी है अदाओं में तेरी चौखट पे तेरी मैं दिल रख आया अब तू थामे या छोड़े अब तू जोड़े या तोड़े दिल मेरा मुझसे बोले कोई तो है तुमसे राबता न जाने क्या है तुमसे वास्ता पास आ दूं बता तेरे संग मुझे ख्वाबों को सजाना है दिल बेजुबां कह रहा तेरे वास्ते हुआ ये आशिकाना है तेरे चेहरे से हटती नहीं है नजर अब बैठा है मेरा भी दिल जिद पर अब तू थामे या छोड़े अब तू जोड़े या तोड़े दिल मेरा मुझसे बोले कोई तो है तुमसे राबता न जाने क्या है तुमसे वास्ता अब तू जहाँ मैं वहाँ तेरी गलियों में मेरा तो ठिकाना है मुझको लगे ऐसे जैसे कि राधा अपना चाँद से भी ज्यादा पुराना है दिल तेरी सांसें मेरी मुझसे खफा कर दे तो करूँ होठों से कह दे हाँ अब तू थामे या छोड़े अब तू जोड़े या तोड़े दिल मेरा मुझसे बोले कोई तो है तुमसे राबता न जाने क्या है तुमसे वास्ता kirsam bo'lamdi xonim. Kiring. Ha, nimishvati xonim. Jaramboning aeroplan biletini zakaz qildingizmi? Shunda xonim. Ha, xonim. Mehmonxonada sirti sizni saqlayotdi. Biz uning bilan kinoning vaqtini maslahatlashishimiz lozim. Uni chaqiraymi? Bo'ladi. Rahmat xonim. Mehmonxonada bendam. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kiring. Undaqda tayyorligingiz bitdimi o'shanaya? Bu odamni jalb qiladigan rol emas. Biroq siz olgan rollarda mayli Hollywoodda bo'lsin yoki Bollywoodda bo'lsin, tarixda oldingizga o'tadigan faqatli yo'q. Men xohlayman, apandi.
Men tashqi qiyofatim orqali sizdek yaxshi rejissor bilan hamkorlashdim. Biroq men talentimni cho'qim yaxshi joriy qildirman. Nayt yaxshi. Amsi biz Jiramda ko'rishamdik. Siz Jiramga berib rol olmoqchimi? Bir talant ko'rsatish programmasi. Aşıq Məşğula bayramidagi alohida faoliyat. Bilamsiz, bu degan mukofot bo'yimi? Rasma? Ras. Ananda? Labay xonim. E'lon taxtasini olib keling. Ma'qul xonim. Nima degan qaltis? Bax qaltisgan. Yansıla bu ayol bilan aşıq məşğula bayramı ötküsü bulandı ekan, ha? Faqatla işengim kelmayotidi. Sen işendingmi? Mening ishengim kelmayotidi. Qo'lingni tat. U degan yanganga o'xshash. Kechiring aka, kechiring. Sat bo'ldi. Qarag'ina. Nima degan go'zal. Odamni masxush qiladigan ko'zlari, lolidek lavlari, tannoz badani. Sizning badaningizni bek qamlashgan aka. Sen nima demoqchi? Bizning yurtdagi qahramonlarning hammasi sizga o'xshaydi. Hammasi yumaloq badan sizdek. Ma'qul apandi. E'lon taxtasini qo'yib, yo'qol. Ma'qul apandi. Badani. Chiqib ket. Xo'sh xonim. Bu men uchun berilgan fursat. Shundaqla men uchun eng oxirgi fursat. Mening orzuyim amalga oshadigan bo'ldi. Men bu qatimqi musobaqada cho'qim yengishim kerak. Men sizni suyman Shanoya. Jami 68 rupiya. Moro. Kechiring. Men Polventer, meni Bibi deb chaqirsangiz bo'ladi. Ko'rishganimdan xushalman. Men ma'nima? Nega borsiz apandi? Sening nima koring, ha? Yo'qay apandi, sizga loban tursangiz. Shundoq, men loban. Pullarni epa. Xo'sh apandi. Kechiring. Bekli keyin qoldingizg'u. Rambo uyda edi. Tasimi bir. Nimishqa telefon olmaysiz? Sizning gapingizni anglayman, ammo siz avval men bilan to'y qilishingiz kerak. Ma'qul, biz to'y qilaylik. Siz bu qitimqi aşıq məşğula bayramida to'y qilishga ma'qul bo'lgan-ku. Shundoq. Biz to'y qilaylik. Lekin nima? Nayna, men sizni suyman, men ishining. Ammo men avval cho'qim natija qozonishim kerak. Mening ko'p pul tepib, siz eng yaxshi ko'radigan hamma narsani epagim bor. Masalan, mashina, esil kiyim-kechak, zabozinnat, ish qilib hamma narsani, tushundingizmi? Tavering. Mening sizga dunyodagi barliq baxtni his qildirg'im bor. Yana opamning muhabbatini. Dadangizning-chi? Dadam bu faqat Bollywood cho'lponlarini yaxshi ko'rdi. Nima? Men qaysi kun uni ko'rib qoldim. Nimani? Bir yashik plastinka. Bu plastinkalar Jigar. Dadangiz o yerda turdi. Dadam? Nimish bu? Bu nimish endi? U Soda saroyda nimish qiladi? Men uqmadim. U asaldan Soda saroyga kelmaydi. Bugun nimish qilib kelib qolgandi? Ezib qoldimi ya? Xayrli sayr qizchaq. Xayrli sayr. Mening ismim Bibi, Polventer. Mening bir uchrashishim bor edi. Shunga Chechangizni yasatmoqchiman. Robert, xaridor keldi. Qani o'tiring. To'g'ri, men chechimni yozdiman.
chashyapsizsiz? Ha, shundoq, chashyapsiz. Bo'ladi. Roberto! Tinchlikmi qadrligim? Men Roberto. Ismingiz nima? Beshingizniki nima bu? Men Bibi, volonter. Bu mening 45 yildan beri chash yasadigan pullarimni tijab saqlab qolgan chash pasonim. Men sizning chash pasoningizni yengchi loyihalab qo'yay. Bo'ladi. O'zgartirgan vaqtimmi bo'lib qoldi. Shundoq. Nayt yaxshi. U hindi tilida so'zlayapmi? Hindi tili? Yo'q, u faqat italiya tilini biladi. İngliz tilini azroq biladi. Yaxshi. Amsi boshlaylik. Sizning chashlaringiz dal mening qo'llarimga ehtiyojli ekan. Siz bilmaysiz, men sizni yashartayman. Sizga yana g'irim qilish kerak. Kechiring, o'zgartirish kerak. डरते हैं सानी पे मरते हैं गूगल पे ये रात दिन u yashirib ketdi. To'g'ri, biroq u nima ish bunday qiladi? करने को तैयार झूठ की ये लाइन लगा दे बेटे को भी बाप बना दे. Bu yening bahosining qanchalik qimmatligini bilamsiz? Qanchalik qimmat? Chash yasashning o'zila 300 rupiya. 300 rupiya? Nima? Men yana kiyim elishim kerak. Men chechimni kesibla, pullarimni tugitib olsam, kiyimni qanday qilaman? Aram 300 rupiya. चाहे हो जाए वो तू कर ले जो करने में ओछा है वो कुछ लो चाहे वो कुछ लो चाहे वो कुछ लो चाहे वो कुछ लो चाहे Toza, normal emas. Men g'alatilik his qilyapman. Nima? Amsi mayli. Nega bormiz? Uyga. कलकत्ते जो कंजूस बर्थडे वाले मक्खी चूस अब लूटा दे इतना पैसा कर दिया सबको कंफ्यूज मैं ठहरी गरम चली बीबा ये ठंडे ढोकला पटेल भाई नाना थोड़े लेजी है सब प्यार में मेरी क्रेजी उठी रे दिल में की रे हो जाए Tushundingizmi? Yo'q. Men kirib uning hujrasiga qarab baqay. Siz derazadan turib turing. U kelganda menga telefon qiling. Tushundingizmi? Maqol tushundim. Men maqdim. Amsi unutib qolmang, ha? Maqol. Apa? Apa? Jigar. Kekala. Kekala.
Meningcha men oshiq bo'ldim. Menga kim yordam qiladi? Men yordam qilaman. Qani keling. Şanaya. Ko'z oldimda paydo bo'ldi. Biz boshlaylik. İsmingiz nima? İsmingiz nima deyman? Polly. Bibi. Yeshingizchi? Meni qancha yosh deb o'ylasangiz bo'ladi? Amaliyoti men aran 35 yosh. Siz 45 ga kirganda ko'rindi ekansiz. Bo'ldi. Ikkimiz xatolashibdimiz. 40 yosh bo'lsin, qandaq? 40 yosh degan eng nochi vaqt. Cinsi? Albatta. Ahmaq. Ermi yoki ayolmi dedim. Ahmaq? Siz qadimiy Jirot tilini bilamsiz? Albatta. Menmi shu? O nima degan go'zal. Boshqalarning deyishicha, odam paranglashganda qarshi tarafning ko'ziga qarash kerak ekan, boshqa yerga emas. Men qarang, ko'zimga qarang. Kechiring. Ko'zlarimni boshqaramayapman. Kechiring. Kechiring. Haras. Avu qandaqroq? Mening barliq tirishchanligim hammasi shuning uchun. Men uni demadim. Siz to'y qilganmi, yo'qmi demoqchi? Kechiring. Men to'y qilmagan. Mening boytoq o'tishimdagi sabab sizning muhabbatingizga erishish uchun. Kim? Kim bor? Sen kim? Neyna? Qayr ablah qaytib keldi. Qayr ablah bilan ko'rishdim. Uni bilan paranglashamiz. Qayr ablah? Qayr ablah qani, ha? Tag'am keldimi? Sen. Yangi ko'nglak, chashpasoningmi seni yosh ko'rsatmabdi. Sen eng yaxshisi uyg'on. Qani? Avval aytqina, sen bu yerni nemish qilasan, ha? Tekshiryapman. Kimni? Seni. Nemishqa? Dada, men hammani ko'rdim. Dada. Dada, sen bir botol aroqni hammasini ichib etmoqchimi? Shundoq, men hammani ichib etmoqchi. Qandoq, ha? Hey. Bir kishi botolkadan hargiz ayrilmaydi. Sen buni tushunamsan, ha? Sen tushunmaysan. Men sana tushuntirib qo'yay. Sen tug'ilgandan keyin qaysi botolkani tutsan, ha? Degina sut botolkasi. Botolkasi, ha, unutib qolmagansan. Ondan maktabga kirsan, u chaqda qaysi botolkani olib yurasan? Degina suv botolkasi. Keyin sen cho'ng bo'lganda piv botolkasi ko'tarsan. Men bilaman. Sen piv ichsan, sen to'y qilgandan boshlab viski botolkasi ko'tarishga boshlaysan. Sen o'lganda bo'lsa, muqaddas suv botolkasini ko'tarsan. Tushundingmi? Tushundingmi deyman. Bu bir yashkil bo'lmaydigan oqibat. Har qanday odam sendan ayrilib ketishi mumkin, ammo botolka sendan ayrilmaydi. Tushundingmi? Sen cho'ng bo'lding. Dada, sen mast bo'lib qolsan. Nima? Mening
Mening hayotimdagi echinishli hikoyamni anglashni xohlamsan? Xohlayman. Lekin meni xato tushunma. Kekala bakli oq ko'ngil. Biroq u faqat tilak tilash bilan oldirash. Shundoq. U usul o'ynasa toshbaqaga o'xshab qoladi. Uning shuningdan boshqa hech qanday qiziqishi yo'q. Shanoya mening tushimdagi sevginim. Mening faqat uning bilan bir oqshomda birga bo'lg'im bor. Ondan men aslimam ichida yashayman. Xohlamayman dada. Bu sana yarashmaydi. Men opamni suyman. Uning azoriyat qilishni xohlamayman. Hey. Men opangni nayt suyman. Opang azor yeydigan hech qanday ishni qilmayman. Men sana va'da beray. Men sana va'da bersam bo'ladi-ku. Mening gapimni anglamamsan. Men sana va'da qildim. Kekala. İşkanlarning bir yerda o'tirib chiroyli paranglashqinimlarni ko'mganimga qancha yil bo'lgan, ha? Rahmat. O'rgan, mening o'g'lim tursa, siz mening kim bilan birga turganimni ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri. Gapimni anglanglar. Ustoz muqimlashtirdi. Bizning uyga nihoyat tezli bir qiz kiradi. U sening taqdiring bilan munosabat. Bilaman. Nayna. Ras apa. Nayna. Men onun bilan so'zlashiman, ha? Nim dedingiz? Og'zingizni yuming. Nayna bizning uyga kirsa bo'lmaydi, o'g'lim. U bo'ladigan qiz nihoyat yaxshi, biroq bizning turmush odatimizda nihoyat zo'r farq bor. U o'zgartdi, apa. Menga ishini. O'zgartmaydi, menga ishon. Dada, apamga gap qilgana. Bo'ldi. Ikkalanglar chiqib ketinglar, ha? Men birdam o'ynab olay. Chiqinglar. O'ylansangizning foydasi yo'q, davomli o'ynaylik. Dada, o'zing nasra. Ammo Naynani o'ynashga bo'lmaydi. Qalam. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, efendi. Bir ish esingizda bo'lsin, Shanoya. Film suratga ilishdan boshqa vaqtlarda biz nihoyat yaxshi do'stlardir. Ammo film suratga ilinayotgan vaqtda men baxtli kasbchan. Men sizning shunday bo'lishingizni umid qilaman. Umidingizni yerda qo'ymayman, rejissor. Sizga ishonaman, esingizda bo'lsin. Agar siz bu rolni olsangiz, siz chuqum o'tir burjaziyadagi qadimiy ijrotlarning oilasiga berib, turmush kechirib beqing. Agar shunday qilsangiz, siz bu rolni texmi yaxshi ep chiqa olasiz. Bo'ladi. Nihoyat yaxshi. Biz bir parcha suratga tushaylik. Ma'qul. Xayrli ketgan efendi. Bugun bek sahar kelibsiz-ku. Bu mening do'konim. Sahar kelgim bo'lsa sahar kelaverman. To'g'ri aytdingiz efendi. To'g'ri aytdingiz. Hozir mening deganim bo'yicha qil, ha? Bak ko'p o'ylab ketma. Bo'lmasa, bu ya'ni kardan chiqarib olasan. Deganim bo'yicha qilsanglar bo'ldi. Boshqa do'konlarga berib, hamma odamning oshiq mashhuqlar bayramlik uchirish nomlarini yig'ib kel, ha? Ma'qul efendi. Ondan bizning do'konga olib kelib, hammasini birdan yirtib. Hammasini yig'ib kel. Herkes boshqa turma. Bo'lmasa, sen kallangdan ketib qolasan. Berib bejirsang bo'ldi. Bora, tez bor.
Taklifnoma bo'lmasa, kimning yengadiganini men bir ko'ray. Shunga faqat Məlli yenə mən sizi süymən Şanaya. Mən sizin qəhrəmanınız. Siz üçün əskərlik olmaqçı. Şanaya, söygünüm. Biz 5 minutdan keyin sözləşimiz. Yaxşımısınlar köpçülük? Ayol personaj bilan uchrashish nomzodini baholash faoliyatimizga kelganlarni qarshi olamiz. Bu tunji qitimliq faoliyat. Qalbi qo'g'chilar bir qitimliq romantik uchrashish fursatiga ega bo'ladi. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan cho'lpon bilan aşk mashqlar bayrami o'tkazadi. Bu qitimqi gigant cho'lpon bo'lsa, Bollywood eng go'zal ayol cho'lponi Shanaya. Haqiqiy ayol cho'lpon Shanaya bilan billa ayol cho'lpon bilan uchrashish programmasiga kelganlarni qarshi olaman. Hammanglarga ayon. Men hozir sizlarning telefoninglarni saqlayapman. Agar kim g'alaba qilsa, boshqalarni yer turisha. Avval men so'zlashiman. Aşk mashqlar bayramida men bilan uchrashidi. Tez. Telefon. Yaxshimisiz? Kim? Nemishqa boshqalarning o'limida? Meningcha. Men ovozingizni anglayolmadim. Kechiring. Mencha biz aşk mashqlar bayramida uchrashamaydigan bo'ldik. Yo'qol. Yaxshimisiz? İsmingiz nima ekan? Mening ismim nima? İsmim Polventer. Nima degan qamlashmagan sat ism bu? Boshqalarga ism qo'yishdan avval yaxshiroq o'ylab beqish kerak-ku. Qandoq degan ism bo'ldi bu? Yaxshimisiz? Ovozimni anglayotdingizmi? Men hatto yurak so'qishingizni anglay olmayman. Nima degan qiziqarliq. Biroq siz texi ismingizni menga deb bermadingiz. Qandoq ism lozim Shanaya? Qandoq chaqirgingiz bo'lsa, shundoq chaqiraversangiz bo'ladi. Ismingiz Shanaya bo'lgandan keyin mening ismim Ladis bo'lsin. Agar siz bir laglak bo'lsangiz, men sizning quyosh energiyalik batareyangiz bo'lay. Agar siz kali bo'lsangiz, men qo'ng'iroq bo'lay. Bo'lamdi, Asta, men kala. Kechiring. Yo'q. Bak hayajonlanib ketdiman. Biroq siz menga ismingizni aytib berishingiz kerak. Bo'ladi. Mening ismim bakla oddiy. Ko'nglingizga ammo. Agar ismimni yoqtirmasangiz, berib o'zgartirsammi bo'ladi. Mening ismim Bibi. Bo'ladi Bibi efendi. O'yin o'ynashga tayyorligingiz bitdimi? Sizdan bir savol so'rsam bo'lamdi? Bitdi. Birinchi savol. Agar men bir ayol artist bo'lsam, o chaqda qanday bo'ladi? 3-Dünya urushi jazman portlaydi. Nima? Angla. Agar siz shuncha go'zal bo'lmasangiz, artistmi bo'lolmaysiz. Agar siz televizorga chiqmasangiz, men sizni yaxshi ko'rib qolmayman. Muhabbat bo'lmasa, men amalsiz harbiylik qatnashga majbur bo'laman. Yana nurg'unlagan menga o'xshash yoshlarmi amalsizlikdan harbiylik qatnashidi. Shunday emasmi? O'ylab beqing. Agar shuncha ko'p aqlni yo'qotgan odamlar harbiylik qatnashsa, albatta 3-Dünya urushini keltirib chiqardi-da. Haqiqatan qaltis. Sizning xiyolingiz haqiqatan o'zgachakan. Men azaldan bunday ishlarni o'ylab boqmabdi ekanman. Bo'ldi, o'ylamang Shanaya. Keyingi savolingizni tezroq so'rab, mening yengib olishimga fursat bering. Bo'ladi, Bibi. Mening eng oxirgi savolim. Agar men siz bilan uchrashishga chiqmasam, qanday bo'lishi mumkin? Dunyo vayron bo'ladi. Nima? Tushuntirishimni angla. Agar men sizni tonimagan bo'lsam,
amalsiz harbiylik ketgan bo'lardim. Ondan dunyo urush portlagan bo'lardi. Shunga sizmi o'ylab beqing. Siz bilan tanishdim. Men siz bilan paranglashdim. Endi yana siz bilan ko'rishmasam, men yana nima qilishim mumkin, ha? 3-dunyo urushi kichik ish. Men yer sharini nobud qilib o'taman, Shanoya. Ko'nglingizga kelmasin. Siz cho'qim men bilan uchrashishga bering. Men uchun emas. O'zingiz uchun emas. Balki yer sharini qutuldirib olish uchun. O'sho beg'ubar bolalar uchun, butun odamlarni qutuldirib olish uchun siz cho'qim men bilan uchrashishga borsangiz to'g'ri bo'ladi. Cho'qim. Baby, anglab turing. Men nurg'un shaharlarga borgan, ammo azaldan sizdek odamni uchirtib boqmabdi-kanman. Chunki siz meni ko'midingizda. Men nihoyat tezla siz bilan ko'rishiman. Chunki sizning javobingiz mening ko'nglimni ufitib oldi. Musobaqada mo yangdi. Muborak bo'lsin, Bibi. Sizni tabriklayman. Siz yangdingiz. Bak yaxshi bo'ldi. Rahmat. Jigar, dadang Jacksonning usulini o'ynayotdi. Yaxshimisiz, Bibi, bormi? Yaxshimisiz? Kechiring, xonqiz. Nima ishingiz bor edi, ha? Bibi musobaqada yangdi. Oningga buni berib qo'yamsiz. Oningga mening taklif qilganimni deb qo'ysangiz. Haras. Sizning ismingiz nima? Murjades. Moru deb chaqirsangiz bo'ladi. Bo'ladi, Moru. Ko'pdan ko'p rahmat. Siz bek yaxshi ekansiz, xo'sh. Yaxshimisiz, Patr apandi? Apandi? Bir ish bo'lmagandi? Nihoyat yaxshi. Bibi. Shundoq. Hay, yaxshimisiz? Kechiring. Yaxshimisiz. Ashq mashqlar bayramingizga muborak bo'lsin. Biroq men sizga sovg'a tayyorlamabdiman. Kerak yo'q. Bunda qilsak bo'lmaydi. Bu bananni sizga sovg'a qilay. Bananning o'zoliq qimmati yo'q. Kechiring, men banan yemayman. Rost yaxshi ko'rmayman. Qani o'ltiring. O'ltirayli. Kechiring. Biz paranglashsak bo'lamdi. Albatta. Mening sizga bo'lgan hissiyotimni siz obdan tushunasiz. Meni qandoq topdingiz? Siz 40 yoshga kirganda ko'rinmaydi ekansiz. Qarmoqqa pishqan chiroy ko'rinaman, kechiring. Amaliyotda men 40 yosh emas. Tunugin mening tug'ilgan kunim. Kechiring. Amaliyotda men 40 yosh emas. Tunugin mening tug'ilgan kunim. Bugun 41 yosh. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Rahmat. Agar baldiroq bilgan bo'lsam, yana boshqa sovg'a tayyorlaganman. Siz oldimda tursangiz, bundan boshqa qandoq esil sovg'at bo'lsin. 45 yildan buyon men bugungidek xushal bo'lib boqmagan. Nima? 45 yildamsiz? 45? Ha? Yo'q, demakchi bo'lganim 4-5 yildan buyon. 4-5 yildan buyon men bugungidek xushal bo'lib boqmagan. Bilamsiz, Bibi. Qaysi kuni biz telefonda paranglashganda, men to'g'riliqli paranglashdik.
bugun mening siz to'g'riliq paranglashqim bor. Men to'g'riliq? Shundoq, mening sizga munosabatlik barliq ishlarni bilgim bor. Sizning qiziqishingiz, orzuyingiz, nimalarni yaxshi ko'rganingiz degandeklarni. Kechiring. Amaliyotda mening yaxshi ko'rdiganim dal siz. Men faqat sizga qiziqaman. Siz kino ko'rishni yaxshi ko'ramsiz? Shundoq. Bibi bilamsiz. O kuni biz telefonda paranglashganda sizda yozuvchilarga xos bir ortiqchilik borligini his qilib qoldim. Rostmi? Rost. Siz men uchun kino ssenariysi yozib bera olasizmi? Bo'ladi. Xo'shallik bilan yozaman. Amaliyotda men nurg'un hikoyalarni to'qigan. Nima? Men har kuni Kekalaga nurg'un hikoyalarni to'qib beraman. Kekala? U kim? O Kekala, u kim? U mening opam. Opamizni Kekala deb chaqiramiz. Ha, Kekala. Amaliyotda mening opamning ismi Lama. U qayerda turdi? U o'lib ketdi. 2 yilning oldida yurak kasali bilan o'lib ketdi. Nima degan ichinishliq. Amaliyotda men sizningidek oilalarni bek yaxshi ko'raman. Opasi, dadasi, akasi, achisi bor mukammal bir oila. Uyingizda yana kimlar bor? Avorchilik boshlandi bu. Opam o'lib bo'ldi. Endi dadamning hikoyasini to'qishim kerak. Nima? Men boya aytgandek, opam o'lib ketdi. Biroq dadam texi hayot. Men dadam bilan birga turaman. Shundoq. Birga turaman. Agar siz bu rolni yaxshi olaman desangiz, cho'qim o'tir burjuaziya qatlamidagi qadimiy ijrat oilasida turib yiqishingiz kerak. Shundala siz bu rolni eng yaxshi ola olasiz. Tushundingizmi? Bibi, siz meni danglik cho'lponga aylantira olamsiz? Albatta. Bilamsiz, faqat siz meni danglik cho'lponga aylantira olasiz. Men? Men kinoda bir qadimiy ijratli oila ayolining rolini olaman. Biroq rostini aytsam, mening qadimiy ijratli oilada yashagan tarixim yo'q. Turmush tajribam yo'q. Mening bolalik davrim yotoqlik maktabda o'tgan. Çoğun bo'lgandan keyin uydan ayrilgan. Bilamsiz, mening hech qanday turmush tajribam yo'q. Ota-onam yoki ini-singillarim yo'q. Haqiqiy bir hindistonlik oilam yo'q. Biroq birasi menga bunday oilani bera oladi. Kim? Siz. Men? To'g'ri. Bilman, bu bir oz g'alita. Biroq men sizning uyingizga berib tursam bo'lamdi. Qadimiy ijrat oilasini tushunib beqish uchun siz opangiz, dadangiz. Men demakchi, siz qarshi turibsizmi? Siz mening uyim kelib turasiz? Qarıştırış. Ben ciddi qutulishga muhtoj. Baxtdan hushimdan ketay deb qoldim. Baxtdan. Bibi, cho'nqir nafas oling. Sizga hech bo'lmagandi, Bibi. Sizga bir ish bo'lmagandi. Men uygulik uyingizga berib bir necha kun turaman, bo'lamdi? Siz men yana nima? Yana sizning dadangiz. Mening dadam? Bu
tushum emas amaliyotgan. Shanoya, sen bilan birga turdi. Kekalani qanday qilish kerak? Jigarni-chi? Bu avarchilik bo'ldi-ku endi. Biroq Bibi, bunday fursat doim kelavermaydi. Bu fursatni qo'ldan ketkizib qo'ysang hargiz bo'lmaydi. Tushundingmi? Sen cho'qim amalda bo'laysan. Cho'qim amalang bor. Qarab tur, qanday qilmanki qani. Tez ba. Soğuk içimlik. Kunak etildirmisi elip tez qaytib kel. Yani nurgun canlar seni kütüp durdu. Hoş, sel turup görüşeyle ya. Hey. Teşlikma. Ben Tolventer. Teşlikma. Hey, Bibi. Bugün acaba baldır kepsan go. Ha, ben baldır kemmedim. İşkanlar keyin qaldыңlar. To'xta. Ha, to'xta. Ha. Hey. Sizlar nemish kechik kelisizlar, ha? Shu emasmi? Ha, hech yo'q. Gapimni anlanglar. Men boyamning yoqi bir ishni o'ylayapman. Men o'ylayman. Bu dunyoda mistin tuzilgan agar sap oltindek narsa bor deyilsa, u dal do'stlik. Bizning do'stligimiz. Qara Bibi, yaqindan buyon qo'lim sal qis bo'lib qoldi. Uning ustiga men kelar hafta Hindistonga borsam bo'lmaydi. Agar jiddiy bo'lmasa, men kelar oyda sana berib tursam bo'ladi. Sen qandoq bo'lib meni pul so'rayotdi deb qolding, ha? Men faqat sizlar bilan tushlik tomoqni birga deb o'ylagan. Bibi, sen bizni tushlik tomoq yeyishga taklif qilamsan. Kallandan çatak çıktımı nime? Çıkanlar benim en yaxshi dostum. Sana nemi gerek Bibi, ha? Hiç nemi gerek emas. Men faqat sizlarning azroq yordaminglarga muhtoj. Angladingmi, Verji? Bibining mardlashib ketadigan vaqti, dal uning avarchilikqa uchirgan vaqti. Ishlar sen o'ylagandek emas. Ha, tezligina san zot nemi kerak, ha? Digina. San nemi kerak? Bo'ladi. Anglab turinglar, ha? Biz amal qilib ayolimni uydan chiqarsak bo'ladi. Ishkanlardan biringlar yolg'ondan mening dadamning qiyofatiga kirib olasizlar, ha? Nima? Bo'ldi. O'zinglarni besib beringlar. Bo'lmasa yurak kesilib bo'lib qolasizlar. Tushuntirishimni anglanglar, ha? Ha. Hey? Ha? Dada bu nima ish? Atgandil haraqchi odammi? Kelinglar. Voy yüzüm. Akşam yalğız saylı qilayotganda bir odam yalğız saylı qilish? Aralashma, bo'lmasa to'yingni bekor qilib edim. Kechir, davomlashtir. Tunugin kechda men yalğız saylı qilayotganda yuragim menga Bibi, yosh vaqtlaring olburun ketay dedi. Yoshlikni 20 yil ilgari ketib bo'lganda da. Kechir, davomlashtir. So'zlayvering. Men o'zgirman. Men bundan keyin texmi ko'p vaqtimni oilaga qarataman. Jigar va uning ayoli. Yana siz hozir o'zgartirgan vaqtimiz keldi. Mening qahvash erim bugun asar yo'ldimi nima?
Şarılxandımı bək yakışlıq bob ketibdi o. Bu uşqıçlar. Sancatuddin'inkiga o'xshab qapti. Tanlıq markalıq güllük köynək bilan qıpqızıl ayaq. Popdu. Bugün mən nəhayət xoşal. Bularning hammasi babajining marhamati. Babaji, Kekala. Albatta. To'xtang. Ha? Kekala. Berib Mansu aka bering. Popdu. Hozirla baray. Dada kim o? Nima qilatding? Berib ishingni qil. Hey, tinchlikmi? Hay bibi. Sizni avariqib qo'ymagandiman, ha? Nima deydigansiz? Hargiz avar bo'lmadim. Agar menga telefon qilsangiz, men xotirjam bo'lolmayman. Menga hargiz takalluf qilmang. Do'stlarga o'xshash. Bibi, siz bek umoqchimi? Men sizga deb qo'yg'ila telefon qildim. Men yakshanba kuni emas, shanba kuni uyingizga boray degan masala yo'qdi. Nima deydigansiz? Qachon kelsangiz bo'laverdi. Bu sizning uyingiz. Nimishqa shanba kuni kelasiz? Bugun kelsangiz bo'lmadimi? Menga bir soat vaqt bering. Men tayyorlik bo'lib sizga telefon qilay. Bo'lamdi. Bo'ladi bibi, xo'shamsa. Verjiga telefon. O ablah bo'yad nima ish qilsan? Doim men o'g'rilikchi qilsan. Birdam oshxonada kechkop ichida, birdam ishkanda. Sen mening o'g'limmi yoki ish buyunimmi? Ha? Gaqila. Sen kimni uyga chaqiryapsan? Ha? Tutverilgan yirtqich hayvon. Elala keladi. Sen eng yaxshisi yiroqroq tur. Fatih. Saat 11 bo'ldi. Voy. Anglayapman. Nima? Men Suqbeqa. Siz yaxshimi? Anglayapman. Nima? Mo'mamning ahvoli nachar? Shanoya rost kelamdi. Mo'mingiz. Mo'mam. O texa hayot. Ahvoli ig'ir shu. Bildim. Telefonni menga ber. To'xtang. Men uning dey. So'zlang, ha. Nima? Bir necha kunlikli vaqt qoldi. Shanoya uyingga boramdi dotman. Jigarning to'yi? O nima deydi? Uning eng oxirgi orzusi. Seningcha? O nima deydi? To'xtang, Jigar bilan nayna to'y qilsin. Kekalani atilla eparman. Kekalani kasindamda? Nimishqa? Telefonni menga bering. Bo'ladi. Kekala bilan so'zlashing, ha? To'xta. Eling. Voy, ovoz anglanmaydi-ku. Ovoz anglanmayapti. Telefonni menga bering. Bu degan uzun yo'lliq telefon. Sizning qulog'ingiz yetadi. To'g'ri. Nimishqa uning telefonni bersa? Men ati tushdim burun. Kekalani Bombayga yo'lga sepib qo'yay. U avval aeroplanga o'tirib, ondan poyezdga olmishib, 3 kun ichida berib bo'ladi. Ha? Shunda qo'ysin. Qo'yibdim. Ma'qul. Mo'mam, mening bechorim mo'mam. Umush ahvolda turib bu jigarning to'y ishidan ansirab o'tibdi. Bo'ladi. Bilet zakaz qilish qiziq liniyasimi? Tinish. Tushdim burundan tunji qatimliq aeroplan beltini zakaz qilaman. Bombayga boradigan aeroplan belti. Rahmat sizga. Jigar. Apang deganda Bombayga bordi. Uning yuk taqlarini yig'ishtirishdi, ha? Men berib bilet olaman. Somkini etdagin ishloqning ustida. O texa o'lmadi, kesli eg'irkan shu texa o'lmadi. Lekin men yuk taqlarimni yig'ishtirishim kerak. Aerodromga boramiz tezroq qaydan. Gapimni angla, Jigar. Uyga yaxshi qara. Dadamga yaxshi qara. Yana men sana Bombaydan chiroyli xotin ep kelaman. Sen gap anglab tursanglar bo'ldi. Apa, ansirma. Xotirjam berayvergin. Papadar o'g'lim, rahmat sana. Xo'sh, apa. Rahmat. Shopar, biz mangayli. Jigar,
Ha, xush bo'ldingizmi? Albatta, intayin xush bo'ldim. Yevropaga sayohat qilish, oldin she'rni yetkazish, lekin dadangizga nima deysiz? Hech nima demayman. Amaliyatimni Yevropa sayohatiga u avatdi. O'ziga o'xshamayli qapti-ku. To'g'ri. Biroq nima qaramiz? Opammi ketdi. Bizmi ketsak, dadam uyda yolg'iz qoladi. Nayna, men sal turib telefon qilay. Ma'qul. Dada? Ha? Sen bir hafta uyda o'zing yolg'iz turamsan? Nima bo'ldi? Shanoya qayerda? Hozir dal tizimda o'tiryapti. Ko'mdingmi? Nima ishqa tuyuqsiz Shanoyani so'rab qolding? Bag'ing yo'qmi ya? Yo'qol. Sana ayan, bibi undaq talaylik emas. Qandoq deysan? Musobaqa materiallarini bizmi to'ldirgan tursak? Ha, to'g'ri. Lekin bibi nima dedi? Ha? Materialni o'z qo'lim bilan olib beraman dedi. Ha, to'g'ri. Lekin u bizning materialimizni topshirmadi. Ha? Ko'sapat. Shuning bilan u musobaqada yangdi. To'g'ri. Hozir men bir ishlarni qilmoqchi bo'layapman. Hey, Berji. Hargiz ahmoqona ishlarni qilma. Polivin bizning Zaka og'ayimiz juma mandaq. Ey, ahmoqona ish emas. Bu qitim uningga bir saboq berib qo'ymoqchiman. U xatoligi uchun cho'qim badal to'lish kerak. Nima? La. Yaqinda dadamga aylanadigan odam yaxshimsan. Bibi. Men seni dadamning rolini olamaydigan bo'ldim juma. Nima? Qara adashsanmi bilasan. Men yangani oldisam bo'lmaydi-da. Sarang oldingmi? Men Shanoyaga dadam bilan birga turman degan tursam, bu ham uning uyimiz kelishining sababi. Voy, xo'sh. Voy. Neymiş bu? Planın məğlub bo'ladigan bo'ldi. Bibi, amal qilay. Siz o'zingizni birdam besib tura olamsiz, ha? Bu sizga foydali. Filmning ichida bir odam ikki rol olmoq nihoyatmi oson. Nemishqa reallikda undoq bo'lmaydi ekan? Deyishmi dada? So'g'itingga ko'p rahmat. Xo'sh bo'ldingmi? Ha? Ba'zida bak xo'sh bo'lib ketishmi yaxshi ish emas. Yurak kesili qo'zg'aladi. Ha, bo'ldi, sen borma. Nimishqa? Men boraman. Men seni bormag'in deyapman, tushundingmi? Biroq dada, Nayna meni o'ltirdi-da. Bunda qilsang bo'lmaydi dada. Bunda qilsang bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yo'q, gapimni angla. To'xta tur. Gapimni angla, to'xta. To'g'ri, dal mushunda. To'g'ri. Agar sen Shanoya bilan bir ishing bo'lib, opamni aldaydigan bo'lsang, sen menga va'da ber dada. Opamning ko'ngliga azor bermayman deb va'da ber. Ma'qul, bildim. Hargiz unda qilmayman. Tushundingmi? Bo'ladi dada. Men sening dadang bo'lay. Ammo 3 shartim bor. Qani, degina. Birinchi, muzika tartibini qo'llaysan. Chatoq yo'q. Ikkinchi, Nayna bilan to'y qilaman. Bo'ladi. Uchinchi, agar men dadamning rolini olsam, Nayna opaning rolini oladi. Sarang bo'ldingmi? Seni urib o'ldirib atmaydigan bo'lsam. Tinchlikmi omaq? Telefonimni saqlayotgandim. Robito, men bir tajriba ishlaydigan. Tajriba? Men bilanma, nimandaq teyzi? Demakchi bo'g'inim, o'g'limni dadamga o'xshash yasab qo'ya olamsan. Nima?
Azroq avorchilik bor. Uningga qanday deyishimni faqat bilmayapman. Lekin sen Hay, nayna. Qahva ichimsiz yoki choymi? Ichimsiz. Nim bo'ldi? Attigalik noshtadan keyin ixtiyor paranishyotatdiq. Sizlar zodi nima demoqchi? Sen degina. Yana sen degan. Yo'q. Senda. Men qarang. Bizning Yevropa sayohatimiz. Shundaq. Men naydim hayajonlandim. Lekin qarang, amaldan qoldirmay bo'lmadi. Nima? Aldamchi. Biletdim zadım shundaq bo'ladiganini. Nayna, anlab beqing. Uning sizga deydigan kepi bor, ha? Avval anlab beqing. Nayna. Dadam bizning to'y ishimizga qo'shildi. Ammo kichikina bir talaba bor ekan. Kichikgina. Nayt kichik. Qandaq? Bir yashangan ayolning rolini aytib berdi ekansiz. Nima? Bu bir yaxshi fikr bo'ldi. Gapimning oxirini anglab turing, ha? Povelin, men ularga girim qilib qo'ygandan keyin ham yosh ham chiroyli bo'lib ketdi. Yo'q. Mening ularni teximiz sat ham qiyir ko'rindigan qilg'in bor. Nima? Bu qandoq gap bo'lib ketdi endi? Bu bir maxfiyatlik. Bibi! Tez keling, tez bo'ling, ha. Mana. Tayyorlig'ingiz keldi. Chiqinglar. Sen bir talant egisi ekansan-ku. Maqtag'ingizni keltirayman. Sen to'xta. Mana pulni elib chaqqan ket. Tez bo'l. Bu yoqqa. Mando. कुछ लो चाहे to'xtanglar. Sizlar nima ish qilyapsizlar? Bunda qilsanglar bo'lmaydi. Elinglar. Belinglarni egib, asta mang'isizlar. Sinab beqinglar. Sinanga. Belni. Ko'p rahmat apar. Buni sana sovuq qilmadim. Narsani akirgan. Elimi keyin qoldiq. Ma'qul. Yura. Hey Muro. Hey. Lazım bo'lganda seni chaqirman. Kirib ketgin, ha? Dada, u Muro'ga hech qisi yo'q. Jigar. Men sening ovozingni oldim. Sen qayerda, ha? Sen ahmoqmisan. Dalman jigar shu. Mana men. Hey, ortiq o'ylab ketma. Sen meni nima qilsin deysan? U yo'lda kelyapti, kirib ket. Hey, chaqqanma. Hay. Bu Polven Tirlang uyumu? Loban. Loban. Ne bo'ldi? Nimaga chaqirsan? Loban. Hay. Shanoya keldingizmi? Shanoya. Buni sizga sovuq qilay. U keldi. Kechiring, sizga sovuq qildig'inimmi? Rahmat sizga, Bibi. Polven. Kirsak bo'lamdi. Bo'ladi. Marhamat. Hey, sen bularni akirayotgin, ha? Xo'sh. Bu dal mening uyim. Muro. Shanoya.
siz pek güzelcimi? Rasma? Albatta. Polvin, siz nima degan omaq? Oğlum, ben birden aram elib olay. Sen zadi neymiş qılıvatsan? Bu Şanaya, mening mehmonim. Bu bo'lsa mening dadam. Yaxshimisiz, tag'a? Yaxshimisiz. Bek chiroyli ekansiz. Hey, dadisi, sizni hujringizga akirib qo'ydim. Sovuqqasi yoqtirmaysiz, ha? Sizni askartib qo'yay. Bu ishingizga kelganda hayajonlanmayli qo'ying. Bo'lmasa, yaxshi kun ko'rmay qolasiz. Uqdingizmi, ha? Dada, seni yulab ep chiqib qo'yaymi? Yo'q bo'ldi, o'zim chiqay. Apang saqlab qoldi, ha? Bo'pti, bag'in. Xo'sh. Şanaya, o mening opam. Opa, bu Şanaya. Yaxshimisiz hamma? Tinchlikmi? Nashtalikni 7:30da boshlaymiz. Tayyorlikni yaxshi qiling. Hozir kirib aramasingiz bo'ladi. Siz opamning yurak kasali qo'zg'alib qilib, u muddatdan burun shundoq. Men opamning yurak kasali qo'zg'alib qolgan degan, ammo u o'lmagan. Shundaqmi? Bibi, siz menga dadam bilan birga turman degan edingiz. Shundaqmi? Shundaq. Men dadam bilan birga turman. Ko'rdingizmi, opam asaldan hujursin chiqmaydi. Qat'iy chiqmaydi. Faqatli chiqmaydi. Bu tunji qatim chiqishi. Nemishqa? Doktor uni karvatdan tushmay orom elishni topilgan. Karvatdan tushmay? Biroq bibi u hilala. U ba'zida film o'tirsa qistirilgan e'longa o'xshash paydo bo'lib qoladi. Bo'ldilar. Uni mulohaza qilmasak qandaqa? Bo'ladi. Bumi yaxshi bo'lg'ini. Uni xabob qilishidan ansirishimning hojati yo'q, shundaqmi? Bibi, mening hujram qayerda? Siz mening hujramda tursangizmi bo'ladi? Bibi, kapsizlik qilmang. Men yolg'iz turman. Yo'q, men undaq demoqchi emas. Men demoqchi, siz mening hujramda tursangiz bo'ladi. Men kutubxonada uxlasam bo'ladi. Bibi, siz pek yaxshi jamo. Biz nemishqa hozirla karvatning gapini qilishimiz, uyqungiz kelib ketdimi? Yo'q. Undaqda biz o'ltirib paranglashsak. Karvatdimi? Yo'q, mush yerda. Tushundim, bo'ladi. Yuring. Shundoq. Sal saqlab turing. Ma'qul. Vay o'rgir, sen qandaq o'g'il zodi, ha? Dadangni eshik oldida turg'izib qo'yib, qo'ng'iroq bosqildi salamsan, ha? Dabaqa, menga ozroqmi ko'ngil bilmabsan? Oho! Yo'q. Sen zodi kimning rolini olmoqchi, ha? Dadangni. Ha? Qarang, u zodi qandaq o'g'il. Men yashangan sira u vijdonni yo'qotqili turdi. Nimani degan bilan men uning dadisi tursam, shundaqmi? Ha, daqiqinga. To'xta. Bu yoqqa. Men sana degan-ku, kammisan bo'ladi deb. Men sana yordam qilg'ili keldim. Men sening nemish kelganligingni obdan bilaman, buzuq ablaq. Chiqib ket. Tez chiqib ket. Anglab tur, ha? Yoki meni musharda billa turg'izsan. Yoki bo'lmasa, men jigardan opsiq telefon qilaman. O'lgur qari. Bibi, nemish bo'ldi? Bibi dadisidan paranglashyotir. Yo'q. Bibi, bu sizning dadingizmi? Undaqda shundaq. U mening yana bir dadam. Demoqchi bo'lganim, meni baqqan dadam. Men deyman. Men demoqchi, bu yoq kelma. Mundaq ish. U bir yiroq tuqqanim, biroq u o'g'li bilan bozor oralayotganda ezib qopdi. Shuning bilan nima degan ichimishliq. Shundan boshlab u meni o'zining o'g'li deb qarayotdi. Siz yaxshi kelsiz. Shunlashqa sizmi uni? Nima? Kechiring.
Men unimi dadamning o'rnida ko'rsamiz demoqchi. U bir yaxshi odam. Tishlamaydi, ham boshqalarga ziyonkesh qilmaydi. Bo'ladi. Menga nisbatan odam qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. To'g'ri. Ilqi qadimiy jiratliklar tili bo'yicha nima deydi? Ilqi nayt ko'p kichkina. Taqsa. To'g'ri, taqsa sizning uyingiz dal shunga o'xshash ekan. Intayin to'g'ri. Qadimiy jiratliklarning taqsiga o'xshaydi dal o'zi. Unda qo'shildingizmi? Bo'ldi dada. Hamma ish bitdi. Hamma Yaxshimisiz tag'a? Siz meni tag'a demsizmi bo'ladi? Taqratib ketganingizni. Men Pollinning dadisi bo'layotamsiz, sizning emas. Shunga meni bundan keyin verji deb chaqirsangiz bo'ladi. Dada. Erib qaldingizmi deyman, biroz aram yelavering. Bo'ladi o'g'lim. Undaqda meni hujram qayerda ekan? Bibi. Onun turdigan yeri yo'qmi? Bu qeri xalqali joyda uxlashni yaxshi ko'rdi. Hamma yerda uxlayverdi. Shundaqmi? Tunugini atganda uni munchidan tepib oldim. Shundaqmi? Gap qila. O'raydi. Qozam, men yolg'iz uxlashdan baxtli qo'rqma. Gapimni angla dada. Men avval uni hujrasiga akirib qo'yay. Andan kelib sening qo'rqinchingni yo'qitay bo'ladi. Menga aylishanaya. Dadam bu yerda qozam. Xayr, xo'sh qozam. Qozam. Jon, bu yoqqa kel. Nima ish qilyapsan, nima ish? Bibi, men faqat sening qilg'in boshini qilyapman. Mening mehmonim. Sen bilan nima munosabat bor? Asta bibi, men faqat ko'rib boqay dedim. Hargizni chaqilmayman. Bundaq qilma, Virji, bundaq qilma. Men faqat seni dadamning rolini epa dedim. Biroq sen bak oshirib o'tding. Bibi, hayajonlanmısan qandaq, Qara, o ketdani. O'yin oxirlashdi. Hozirlik ketgin. Bibi degina. O jirangning pardasi qaysi vaqtda yuyuladi, Og'zingni yum. Seni so'zish ko'lchiga ishtirib o'taman beka. Tez ket. Parda. जुल्फों में तेरी आज कैसी हवा है मौसम की साजिश है या
ख्वाबों में तेरी आज कैसी हवा है मौसम की साजिश है या इम्तिहान है बुझे न बुझाए वो नशा है रुके न रुकाए वो बला है आतिश में पानी है पानी जला है ओ जाने दो ना पास आओ ना छूना छूना मुझे छूना छूना देखो छूना 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 यूं तो मिजाज मेरा कुछ नक चढ़ा है फिक्र ना कर तू मेरा दिल भी बड़ा है हाँ, यूं तो मिजाज मेरा कुछ नक चढ़ा है शीशे का दिल ये तेरा नाजुक बड़ा है क्यों मेरे बीच पड़ा है इश्क में खतरा बड़ा है ओ डूबा है हर शख्स जो भी गिरा है जाने दो ना ओ जाने दो ना Tez bo'ling bibi. Kelayli dedik. Mana keldim qo'zam. Bo'ling bibi, qilamamsiz? Siz odatda yugurmayotgansiz-da. Mana, bo'ldi. Bana ishim bo'lmadi. Mayt yaxshi. Bibi, sizning bu yishingizga nisbatan badan safoyingiz ancha yaxshi emas ekan-jimi? Yo'q, mening xeyli kuchim bor. Bilmadim, bugun nima bo'ldimkin tong. Tungi oqshom sal charchab qolgan o'xshayman. Odatda 5-6 kilometr yo'lni bemalol yuguralaydim. Shundaqmi? Men odatda bir kun to'xtamay yugurishga bardoshlik bera olmayman. Siz kirib tayyorlik qilavering, ha? Biz hali birga nashta qilamiz. Men ular bilan birdan paralashib olay. Bo'ldim, xo'sh. Voy. O kim o qirablar? Sen onunla nima deding? Eshitdimi? O mening do'stim. O Bollywood cho'lpini. Men uni bir stakan choy ichishga taklif qilay. Ayolim uni cho'qim yoqtirib qoladi. Bo'ladi. Xo'sh amsa. Bo'ladi. Bebi. Hech yuz bermadi. Hech. Men faqat yangamning qachon qaytib keladiganligini so'ramoqchi, xolos. Tez yo'q qol. Xayr xo'sh. Turinglar, ishqinglar. Yana birdan uxlag'lik qo'ysang-chi, dada. Yana qachongacha uxlayding? Shanoya sizlar bilan ko'rishni saqlayotdi. Darhol chiqib noshtalik tayyorlanglar. Nayna, uning qursig'i ochdi. Chaqqan bo'ling. Noshtalik. Jigar. Men tamoq yetishni bilmayman. Hech qisi yo'q. Berib yuyini bilan amalni o'zim qilay, ha. Men yordam qilaymi? Nima? Mevasini. Qaysi? Sizning qo'lingizdagi. Bo'ladi. Yani bir qatim bo'lsa-chi, ha? Nima? Men rahmat dedim. Hech bo'lmadi. Hech ish. Men berib mevasi qo'yay. Tezroq bo'ling. Qo'zam, men sizni yaxshiroq ko'rib baqay. Dada.
Meni demakchi bo'g'inim ko'rib baqay. Nima ko'tirib chiqdikin qo'zam dedi. Taksiga qara, taksiga. Obdan qara, ha? Rahmat, bibi. Tez o'ltirsang-chu. Xayrli sahar hamma tag'a. Xayrli sahar. Men suv ichamsiz tag'a. Bo'ladi, ichay. Hamma, menga tamoq etishni o'rgatib qo'ysangiz bo'lamdi. Bibidan anglasam tamoq etishga bek usta ekansiz. U sizga tamoq etishni o'rgatamda. Bibi, sen nimishqa texicha u yerda o'tirsan? Menga berib bolka sarmay, murabbo degan neklarni ep ket, bo'la. To'g'ri. Menga azroq tattiqtirim va so'g'oq saylanimi og'ash kagin. Unutib qolmajimi? Unutib qolma. Faqat mushul olama, oshxonni ko'chirib ep chiqib bermaymi? Bibi, sen o'tiravergin. Men berib ep kelay. Rahmat opa. Hamma men berib yordamlashaymi? Bo'ldi. Tez qilmang, siz degan mehmon emasmi? Hey, Muru, sen qayerda? Anlab tur. Sen oshxonadan kir. Chaqqan bo'la, chaqqan. Nayda? Hey, Muru, qayerga ketdin? Wow! Shuncha tez, buncha ko'p tomoqni etib bo'ldingizmi? Yaqay, buni Muru, hammamizning karomati. Qani, ilonlar. Mana sizning. Rahmat. Hamma haqiqatan bek o'xshabdi. Bekla o'xshabdi. Bo'ladi hamsa ko'pchilik. Sizlar aldirmay nashta qilinglar. Men mashq qilmay. Kech ko'rsaylik. Yo'q, men sizni opirib qo'yib. Bo'ldi, hojati yo'q. Ozroq echib qo'yish kerak. Nima? Men uningga yo'l boshlayman. Shundoq tavaman. Qer ablah o'zingni tutib ol. Bo'lmasa men seni hamon bir kuni ojuqtirib etaman. Yetim bo'lib qolsam-mu, mayli, tushundingmi? Nimishqa, men bu yerda bog'o. Unutib qoptiman. Mening ikki dadam bor emasmi? Birini olsam, biri mukofot chiqqan. Bibi, hurmat qilsangiz-chi. Ma'qul, kechiring. Ma'qul, mag'ayli. Xo'sh, qo'zam. Hey, Shanoya, nima ketdingiz? Xayrli sahar. Xayrli sahar. Yaxshimisiz? Sizni ko'rganligimdan bak xush bo'ldim. Vek bu Polvin ter. Polvin bu Vek. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Arbashiril. Sizni ko'rganligimdan to'liq xushalman. Mayli, marhamat. Ma'qul. Kech ko'rishaylik. Men sizni suyman. Mening siz bilan to'y qilg'im bor. Kekala, bana bir stakan su bering. Kekala, uyda yo'q ras. Kekala.
Sizlar ishkanlar xijil bo'lishni bilmamsizlar? Qayerda bo'lsa yaqinchilik qilgan. Undaqda o'zing qilayotgan ish-ku. Nima? Men nima ish qilibdiman? Men nimani xato qildim? O'zingning nimani xato qilganingni bilmaydi ekansan-da. Sen teqi dadangga tarbiya qilgudek bo'ldingmi? To'g'ri kerak bo'lganda shunday qilaman. Sen? Jigar, o'zingizni tutib eling. Faqat necha kunlik shu. Dada, buni tetib beqing, men sizga atab tayyorlagan tamoq. Jigar buni sizni eng yoqtirib yeydi deydi. O so'tdak. Voy, bu tam kekala aytganga o'xshashqo. Siz qanday qildingiz? Rasma, rahmat dada. Men shu atam qo'llangan tamoq risolsini tepib oldim. Yoqtirib yeganligingizdan xush bo'ldim. Yoqtirishlar emas, bakla amroq bo'lib qoldim. Yaraysiz. Qara dada. U Shanoyaga o'xshamaydi. Shanoya faqat odatdagi bir do'stim. Sen nima ish qo'ni ishlab totsan? Aytgan tamog'inglarning purg'i nima degan mezilik a? Ha, bu yoq kel. Tertib ko'gin. İştahın echilib öydeki hamma narsani yeb o'tsan, ondan berib kechich harakat qilasan. Ha, tushundingmi? Sizlar ishkanlar darhol yaxshiroq tayyorlik qilinglar. U hozirlik qaytib keladi. Ha, bak umaq o'ka. Shundoq. Qarmoq xili mana emas. Xeyli kesh. Rahmat. Bugun bak xush bo'ldim. Xayri xush. Men o'likchakka o'zimni bir ko'z tutib qo'ymasam bo'lmadi. Xap. Ha, tinchlikmi? Hay bibi, bugun bir kuningiz qanday o'tdi? Men aldirash shu. Do'konga nihoyat ko'p xaridorlar keldi. Oram elishqim vaqt yo'q. Bakmu herib ketdim. Hatto qo'llarim telib og'rib ketdi. Nima? Ish qo'ng'irqi. Ha. Oh. Tinchlikmi Mayik? Tinchlikmi enam? Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Polvon, Nayna bilan Jigarni ko'rdingizmi? Bir qancha kun bo'ldi ularni ko'rmadim-ku. Qani marhamat. Rahmat. Qani. Bu charchab qoldingiz-ku deyman. Yuring. Men sizni ep chiqib qo'yay. Yuring. Bibi, Nayna bilan Jigar degan kim u? Siz tonimaysiz. Ma'qul. Bibi, bular nima? Hammasini sizga sovg'a qildim. Bizmi? Albatta. Kashf tomoqni birlaysak bo'ladi, ha? Bo'ladi, albatta. Bir minut saqlab turing. Yoqtirdingizmi? Pek yoqtirdim. Siz qachon qaytib keldingiz, ha? Bu uyda turibsan, nima ishqa doim bu yerga kelib olasan? U degan bir mehmon tursa, mehmon degan izzat bo'ladi. Menga, men seni Azizning yeniga olib qo'yay, ha? Sizlar ishkanlar bo'ldi, urishmisizlar qandoq? Kechiring. Siz avval kiyimingizni almashtiravering. Men bu xeyrni bir taraf qilib o'tay. Men bilan menga. Tez menga. Qo'yja. Menga. Elchi, bu senmi? Qandoq bo'lib bundoq o'zgarib qoldi? Nima ish qilyapsan? Shundoq. Bu tabiiy gazning masalasi. Tabiiy gazning. Uzun o'tmay u o'z asliga qaytadi. Jigar bilan Naylodan xabar yo'q. Ular qaytib kelgan hamon men sizga telefon qilay bo'landa. Cho'qim qilaman. Cho'qim. Ma'qulmi? Keyin ko'rishaylik, ha? Ma'qul. Xo'shamiz, ha? Sen pastga tushib nima qilasan, ha? Men nagim bora olayman. Ko'zam, qarmoqqa bek go'zal ko'rindi ekansiz. Go'zalim, siz haqiqatan bek chiroyli ekansiz. Bakmo chiroyli ekansiz.
hamma sizga bir ish bo'lmagandi. Manga hech ish bo'lmadi, ammo bo'yim sal qizib qopti. Hujraga qayting. Men sizga to'ringizni ishkizib qo'yay, Men chiqib doğramni ichay. Sen bu yerni yig'ishtirib atgin, ha? Men? Sen qilmasang yana mushu yashangan apangni shiqsalay deganmisan. Mahayla qadrligim, mağdoramni ishkizib qo'ying. Qo'zam, nima jila cho'ng kiyim kiyib. Bo'ldi qil. Men qaytib, obdanroq o'ylish baqay, ha? Bu qadrligim. Xayr xush qo'zam. Xayr xush. Bibi, ansirmang, men sizga yordamlashaman. Bo'ldi. Oy, ko'nglik. Oy. Bu ko'nglik. Bibi, mening yana bir ko'ngligim bor. Maxsus siz uchun tayyorlagan. Bo'lamdi? Xayr xush. Keşke tamağınızga ko'p rahmat. Bibi, men mas'ul qolganda qilaman. Hech yo'q. Siz hozirlandingiz, shundaqmi? Bibi, menga siz zada nemish to'y qilmaysiz? Menga sizga o'xshash mushunda qizlar uchirmadi. Bibi, ahmoq bo'lmang. Bibi, qarang. Bizmi kirib o'ynaylik-chi? Ma'qul. लाख बचाए नैना हमने रोक न पाए नैना अपने लाख बचाए नैना हमने रोक न पाए नैना अपने सारी खुदाइयाँ तुझ पे लुटाइयाँ सारी खुदाइयाँ तुझ पे लुटाइयाँ हद हो गई हाय रब्बा दिल से बेचारा हूँ उनसे कह दो ना कि मैं इश्क का मारा हूँ उनसे कह दो ना कि मैं इश्क का मारा हूँ Hanımlar, efendiler, bugün akşam Bollywood çılpını Şanaya'mı bu yerga qadam tashrif qildi. Qani qizg'in chavaklarimiz bilan uni sahnada taklif qilaylik. Rahmat. Şanaya xon qiz, seni marhamat. Birga chiqaylik. Yo'q. Qani, siz chiqing. Xon qiz, siz kim bilan birga keldingiz? O yigit bilan. Şanaya xon qizning qadimiy jiratlik do'sti. İsmi nima? Bibi. Qani undaqda Bibi efendimni sahnada taklif qilaylik. Shunda hozir o'zingiz eng yoqtiradigan naqshidan birini sovg'a qilamisiz? Shanoya xon qiz. सर पे चढ़ जाए तो इश्क है वो नशा सर पे चढ़ जाए तो होश हो गुमशुदा हद से बढ़ जाए तो हम तो झूम झूम डांस करें दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे खुल के रोमांस करे डांस करे डांस करे दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे बोतल का लुत्फ उठा
का कॉकटेल पार्टी है जम के रम मिला ले मजा बोतल का लुत्फ उठा इस पर का कॉकटेल पार्टी है जम के रम मिला फील करना इसको दिन भर लाइट को मौसम रोमांटिक है लब का बल चला हम तो झूम झूम डांस करें दारू पी के डांस करें डांस करें डांस करें दारू पी के डांस करें डांस करें डांस करें खुल के रोमांस करें डांस करें डांस करें दारू पी के डांस करें डांस करें डांस करें जरा हायर है दिल में भी फायर है जिस्म की डिजायर लबों पे लब लगा मूड जरा हायर है दिल में भी फायर है जिस्म की डिजायर लबों पे लब लगा हीट बढ़ जाती है बड़ा तड़पाती है दूरी सताती है सीने से आके लगा हम तो झूम झूम डांस करें दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे खुल के रोमांस करे डांस करे डांस करे दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे sizlar bek qaltisgansizlar. Agar sizlar kino ishlashga qiziqsanglar, men sizlarni film ishlagichiga tanishtirib qo'ysam bo'ladi. U cho'qim sizlarni yoqtiradi. Efendim, sanoat haqqi bizning Bollywood kinosiga kirishimizga yordam beralaydi. Siz nima ish qilyapsiz? Bularning ozroqmi tajribasi yo'qdirsa? To'g'ri, ular degan yangi, bizdan mushundaq yip-yangi muzikalar muhtoj. Men sizlarga direktorimning telefon numerini beraman. Biz ma'aylimi? Men sizga bir sovg'a tayyorlab qo'ydim. Bo'ladi amsa, men mangdig'im bo'ldim. Bebi doim menga tuyuqsiz xushliklarni berdi. Bebi efendim. Xo'sh. Ko'taraylik. Nimaga qarayapsiz, Bibi? Sizga. Nima degan go'zal. Oh, rahmat. Bibi, siz kimlikqa boraylikchi? Yaxshi Anaya. Quloq seling. Sizga aytgan gapim bordi. Bibi, bo'ldi ishlim deyman. Biz faqat yaxshi do'st. To'g'ri, biz yaxshi do'st. Ammo siz favqulodda harakatni ko'rib boqmagan o'dam. Ha, men ko'rgan. Bibi, biz kimlikqa boraylikchi? Hozirla. Ma'qul. Bibi. Siz mesut qapsiz. Yuring, men sizga bir stakan sut qo'yib beray. Hech kim yo'q, hech kim. Oh. Bibi. Asli biz davomli paranglashsak bo'ladi. Lekin kiyimlarimiz yozib ketdi, vaqtni bir yerga bordi.
Bo'ladi. Amisa ahad ko'rishaylik. Bibi, agar yana timsoh ko'rsangiz, haragiz qo'rqmang, Bo'ladi. Xayrli kech. O ablah, sen dadangni qo'rqitsan qandoq bo'ladi? Yurak kesilib, qo'zg'alib qolsa qandoq qilasan? Yo'q, dada. Sen faqat o'zingning qilmishi uchun o'lasan. Men hammani ko'rdim. Sen mush fursatdan foydalanyapsan. Sen boshqa bolalarga o'xshash taxt top yoki zaytun top ko'rsang bo'lmamdi. Nimishqa boshqalarni nazorat qilib yuriysan? Opangga telefon qildingmi? Yo'q. Uning ustiga bir kashf ketdi. Hozir uni avval qilg'im yo'q. Chiqib ketamsan yoki men bilan birga uxlamsan, ha? Bir kunning ichida 2 qatim qo'rqdim desa. Timsoh. Ajab qo'rqdim, ha? Men rostla qo'rqib ketdim. Shri Krishna Govinda Hare Murari Hare Nath Narayana Vasudeva. Timsoh! Jigar! Jigar bu yoqqa chiq. Jigar. Dada, nima ish? Bu yoqqa chiq. Dada. Om Shri Damodaraya Namaha. İşkital timsoh, qara ishkital timsoh. Men tush ko'rmayapman. Meni urib baqa. O'zingni besib ol, dada. U degan Nayna bilan Shanoya. Shundoq qara. Nayna bilan Shanoya? Nayna bilan Shanoya? To'g'ri. Jorba? Men opamga telefon qildim, u texnik qadimiy jiratga. Bu efendim. Qani, sadiqalardan azroq tetib beqin, ha? Qozon. U kim o, ha? O mening singlim bo'ladi. Sening hammang Kenyaning Jinodobi degan yerdan keldi. Yo'q. Nim bo'ldi uningga? Ishnima. Bu bo'lsa bibi, polvonter. Shundoq. Ko'rishganligimdan intayin xushalman, texim xushal o'tirdigan bo'ldi. Verji. Sen nemishqa uni bu yerga boshlab kelasan? Yana qanchisi bor? Bibi, men dadangizga qadimiy jirat usulini o'rgangan ba degan edim. Uning singlisi usul o'qituvchisi ekan emasmi? Texi yillar Kenyadan keldi. U menga usul o'ynashni o'rgatadi. U bek yaxshi ekan, qadrligim. Agar siz bundoq desangiz bo'pti, o'rganam. Bak chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat bibi. Bu bo'lsa filmni suratga olishdagi aqlli talab. Voy, siz nima ish qilmoqchi? Lotariyada mukofot chiqdi. Bo'ldi. Ko'rsam bo'lmaydi. Adab qo'yish, ha, adabsiz bo'ling. Qani, tananyang, ha? Nimishqa bunchalik tikilib qaraverasiz? Bo'ladi, amsa xayr xo'sh bibi, tushlik tomoq vaqtida kelishaylik. Bo'ladi. Soat 1da Shangri-La choyxonasida ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Qara bularga.
Polvin. Berip bunu krallığa selivet. Tushlik tamoq vaqtida ko'rishaylik. Soat 1da Shangri-Lada. Xo'sh. Ne bo'ldi? Eshitma apandi. Bu nima? Xat apandi. Kimning? Mening. Ondaqda epkat. Sizga bermoqchi apandi. Bu zot seningmi yoki meningmi? Apandi, bu shu men sizga yozgan xat apandi. Ey, degina qani nemish bo'lganda? Amaliyotda bu istifa berish xati. Men nima? Bu xizmatdan chekinib chiqib, muzika atirtida dumboqchi bo'lmoqchi apandi. Sen sarang bo'ldingmi? Sen bir dabchi bo'lmoqchimi? Shundoq bir yaxshi xizmating bor tursa, har oyda muqim maoshing bor. Yana kelib mendak yaxshi lobining bor tursa, agar qilolmay qaytib kelsang, qabul qilmayman. To'xtab turing apandi. Amaliyotda mening bir orzuim bor edi. Siz hech qilmadingiz xolos. Biroq hech qisi yo'q. Sizmi o'z turmushingiz bo'yicha yashang, menmi orzuim uchun kurash qilay. Sen o'zingning soddilik qilayotganligingni bilmamsan? Sen aniq o'ylashdingmi, ha? Ilgari yaxshi o'ylashmabdi ekanman, biroq hozir bir qarorga kelib bo'ldim. Garchi azroq kechikkan bo'lsam-mu, yanada ulguriman. Shunlashqa apandi. Bo'ldi, beriver. Yaxshimisiz? Kim o? Men Vek. Siz kimni izlaysiz? Men Shanoyani izlayapman. O'zingiz kim bo'lasiz? Bibi. Polinter. Shanoya, Bibi sizni izlaydi ekan. Telefonni menga bering. Qadrligim, yordam qilib etib qo'ymamsiz? Bo'ldi, chataq yo'q. Bo'ldimi? Rahmat qadrligim. Men telefonni olib olay. Bo'ldimsa. Hay Bibi. Tekshlikmi? Vek degan kim o? Katibingizmi? Yo'q. Filmdagi hamriyim. U bir talonchiq artist. O'zimi bek ochiq yo'riq. U bek ochiq bo'lsa, men qanday qilaman? Siz kulyapsiz? Nemishqa kulligidakman. Artist degan ya ras qilmasa, faqat mundaqlik qilib qo'ydi o'sha. Tushda mening ishxonamga kelib, men bilan birga tamoq yemsiz. Bu yerda boshqa odammi yo'q. Yordamchimmi ketib qoldi. Bo'lmaydi, Bibi. Mening faqat yarim soatlik vaqtim bor. Uning ustiga ishxonangiz bek zerikishlik. Hozir men zerikishlik bilmayapman-da. Yo'q, Bibi. Sizga zodi nim bo'ldi? Hech nima. Kelgingiz bo'lmasa mayli. Ammo tamoq yeyishni unutib qolmang. Qo'sig'ingiz echib ketmasin. Ansirmang, Bibi. Men tamoqni Vek bilan birga yeyman. Haris, qaysi kuni kashdagi jigar bilan nayna esingizdimi? Ha. Ular hozir rejissor bilan paranglashyotidu. Qarmoqqa umid paydo qiladi. Hey Bibi, sizni ko'rganligimni to'liq o'xshalman. Hey birodarlar, qaranglar kim kelibdi? Polvin Ter afandim. Dal bu uyning egisi. Yaxshimisiz, Polvin? Biz bu yerda muzika kechiligi qilyapmiz. Ko'nglingizga olmasligingizni umid qilaman. Botir afandi, siz qaltis bir riyosatchi bo'la olg'udaksiz. Riyosatchi? Birodarlar, boshlaylik. 4, 3, 2, 1. To'xtanglar. Sizlar davomli o'ynayveringlar. Men hamroh bo'lamayman. Bu yoqqa keling. Bibining bo'ldi, gap qiling. Qodir, gap qiling. Ular mushundaq yuqori ovozda o'ynasa bo'ladi-da. Siz dadam opamni o'ylashib baqdingizmi? Ularning orom elishiga daxli yetadi. Poliga ketdi. Kechda orom qaytib keladi. Ondaqda Verjicho. U uyda yo'q. Bibi, bek chechilib qapsiz. Nim bo'ldingiz? Men chechilmadim. Siz bir ish qilishdan ilgari meni xabarlantirishingiz kerak-ku. Yo'q, men bundaq demoqchi emas.
Sizning ular bilan muzik kechiligi o'tkazishga vaqtingiz bor. Vek bilan atganlik kashf tamoqlarni birga yeyishga vaqtingiz bor. Biroq mangli vaqtingiz yo'q. Siz meni chechildi deysiz. Siz mening qanday turayotganligimni bir qatim so'rab vaqtingizmi? Gapingiz tugidimi? Ha. Siz meni o'sha yerda 5 minut saqlab turing. Men hozirlik kelaman. Shanoya, siz qayerga borsiz? Shanoya, gapimni anglang. Menga tegmang. G'ururimga tegdingiz. Shanoya. Shanoya. Nemishqa yig'laysiz, ha? Sizning nimkoringiz. Undaq desangiz qanday bo'ladi? Men yana nimam deyalayman, Purin. Shanoya, meni kechiring. Men unda qo'pol tegmasligim kerak edi. Ammo men Vekni qat'iy yoqtirmayman. Uning bilan birga bo'lsangiz men sizda bexatarlik tuyg'usi yo'q. U mening filmdagi hamriyim. U degan artist, cho'qim uning bilan birga yurishim kerak. Bilaman, biroq yanada yoqtirmaydiganman. Nemishqa? Sizga nisbatan men kim u? Shanoya, siz mening borlig'im. Siz meni olamsiz? Olamsiz? Nima? Gap qilmaysiz-ku. Olamaysiz, shundaqmi? Sizlar artistlarning dunyosiga nazar sepayotganlar bekmi rangarang. Sizning ayol artistga qanday qaraydiganligingizni obdan bilman. Men qayerga boray, hammasining ko'zi menda. Men ularning qayerga qaraydiganligini, qayerga ko'z tushganligini, men bilan nemish qilib ekanligini bilib turman. Siz bilan birga turgan vaqtimda sizning boshqalarga cho'lpon do'stingizning borlig'ini isbotlamoqchi ekanligingizni bilib turman. Men faqat filmdagi hamrim bilan quchoqlashdim. Siz hasad qildingiz, shundaqmi? Bu degan mening xizmatim, bebi. Agar biz birga bo'lsak, siz yana meni ishligini qo'yamsiz. Ishligini qo'ymaysiz, shundaqmi? Agar ishligini qo'ysangiz, cho'qim bir ayol artistning turmushiga ko'nishingiz kerak. Boshqalarning ko'zi menga tikilganida siz o'zingizni kontrol qila olamsiz. Siz mening kasbimni tushunamsiz. Unda qilmaysiz. Chunki sizdagi bexatarlik tuyg'usiga o'tirib qo'yasiz. Hamma odamning ayol cho'lponga erishgisi keladi. Biroq erishganda bo'lsa, uning xizmatini qanday qabul qilishni bilmaydi. Faqat alohida bexatarlik tuyg'usi bor erlarlar ayol cho'lpon bilan to'y qilsa bo'ladi. Shunlashqa bibi, sizmi o'z turmushingizni kechiring, menmi o'z yo'limga mangay, endi meni izlamang. Shanoya ketmang. Shanoya, mendan bundaqla ayrilib ketmang. Siz men uchun hech nima qilib beramaysiz. Shanoya, men siz uchun hammani qilishga rozi. Sizga va'da beray, har qanday ishni qilaman. Bo'ladi. Vaqti kelganda men cho'qim sizni izlayman. Xayrlisar Patr efendi. Muborak bo'lsin efendi. Polvin, muborak bo'lsin. Yaraysan, sen yangding. Patr efendi, oxirida yana siz yangdingizmi? Efendim, arzuyunuz amalga oshibdi. Sizga mukofot chiqdi.
Oliven qarg'ina. Yigitning tayyorligini putko'z, Roberto. Hay, o muqom. Roberto, zodi neymiş oldu? Bu o'zim maxsus sana atab tanlagan kiyim. Bilsan, bebi, men cho'qim seni aslayman. Verci, neymiş yüzledi? Ben tush ko'ryapman. Bebi, sening orzuying oxir amalga oshdi ham bo'ldi, Sen sarg'an oldingmi? Vallahi bu zod neymiş? Dada, siz to'y qiladigan bo'ldingiz. Nima? Shundaq dada, hammasi plan bo'yicha menyapti. Tez bo'la, Shanoyasini saqlab qoldi. Biroq men qandoq qilib to'y qildigan bo'lib qoldim? Tushuntirib qo'ydigan odam bormi? Biroq dada, siz o'zingiz Shanoya bilan to'y qilaman degan-ku, shuning bilan u ko'chib ketdi-ku. Men qachon shundoq dedim? Hech qisi yo'q dada. Sen Shanoya bilan to'y qil. Men Nina bilan to'y qilaman. Opam biz bilan birga turdi. Sen o'z dunyoringda xushal yasha va bizmi shu? To'xta. Sizlar hozir ep chiqsanglar bo'ladi. To'xtanglar. Sizlar nima qilmoqchi? Mang'ayli, bebi, mang'ayli, ha? Bibi, siz menga, men siz uchun hamma ishni qilaman degan edingiz. Endi men sizdan hozirla uning bilan to'y qilishni talab qilaman. Uning bilan to'y qiling. Shanoya, sizga deydigan bir gap bor. Shanoya, men bir cho'ng xatolik o'tkazdim. Men sizni aldadim. Men siz bilan to'y qilolmayman. Uning bilanmi ham shundoq. Men burunli to'y qilgan. Ayolimni to'limi suyman. Kechiring Shanoya. Meni afv qiling. Ay, Fatim. Kechiring. Men sizga degan-ku, Maqsananing qadimiy jiratliqdanda mendan ayrilish uncha oson emas. Chechirni ham sanabsiz, ahmaq. Bu zodi neymiş? Men deb beray. Yilqi oqshom hujurga qaytgan chig'imda kekalani uchratdim. U menga hammani deb berdi. U sizning ayolingiz-kan. Jigar bo'lsa sizning o'g'lingiz. Siz arzuyingizga bir uchrashish uchun yo'ldan chiqibsiz. Ana shundan boshlab mening qilganlarimning hammasi sizning oldingizda faqat bir rol elish bo'ldi. Shunda qilib biz hammamiz sizning esingizdan chiqmag'idek bir tarbiya berib qo'yaylik dedik. Biz hammamiz? Hammamiz. Jigar. Bu ishni asli ishkonglarni bilatdinglar-ku, ha? Bu qatam sening qilgan yaxshi ishing-kanda bu, ha? Ay, Fatim, kelinchakning oldida uni ayblamang, keyin ayblasangiz ilgirsiz. Men chaqchaqib qo'ydim. Men deyman. Biz hozir Timurni qizig'iga so'qib 2 yoshga
choy ichirib qo'ymamdoq. Hozir qiz yigit uzuk almashtirdi. Muborak Shanoya, rostilla meni kechiring. Men xatoligimni to'nidim. Ko'pchilik meni qutqizib oldi, bakil ta'sirlandim. Ish qilib ko'p rahmat. Yana bir qatim kechirim so'rayman. Siz bek yaxshi, bilamsiz bebi. Men turmushda nurg'ulg'an narsalarni o'rganib oldim. Ammoqchi bo'lgan rolimni besib tushdi. Kajya, Vogia, Kakra, Bargarba. Keyin u hayotimning bir qismi bo'lib qoldi. Endi sizlardan ayriladigan bo'ldim. Qo'zab. Ha, o'zing tutib. Kelinglar. आजा दिल में समा जा आजा तू ही तो मेरे ज़ाती शान